Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda Tolibon Afg'onistonning 80%ni egallab oldi. O'zbekiston chegarasi oldida jang ketmoqda, mashhur general yaralangan. Rasman O'zbekistonda Twitter, TikTok va VKontakte'dan foydalanish cheklandi. Izoh beradigan birorta mard bormi? Rasul Kusherbayev. AQSh O'zbekistondan bir necha ming afg'onistonlikni qabul qilishni so'ramoqda. Aziz Rametov shifoxonaga tushib qoldi. Endi esa bizda batafsil. Tolibon Afg'onistonning 80%ni egallab oldi. O'zbekiston chegarasi oldida jang ketmoqda, mashhur general yaralangan. Tolibon harakati Afg'onistonning 80% hududini egallagani haqida rasman e'lon qildi. Toliblar Tojikiston bilan chegarani butunlay egallab oldi. Shu bilan birga toliblar O'zbekiston bilan bo'lgan chegarada yetib bordi. Shuningdek, toliblar 30-iyun kuni Hirotdan Qandahorga bo'lgan yo'lda joylashgan Gilmend provinsiyasini qo'lga oldi va ularning qo'liga ko'plab qurol aslahalar tutdi. 2 kun oldin Afg'oniston armiyasi Pakti provinsiyasida Ziruk tumanida jangarilar tomonidan qurshab olingan harbiy bazalarni tozalash operatsiyasini bajarishda muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Jang paytida Tolibon bir necha xavfli zirhli mashinalarni yo'q qilishdi. 2 kunlik jangdan keyin Qandahordagi harbiy baza toliblarga taslim bo'lgan. Toliblar manbasining xabar berishicha, hukumat harbiylari va toliblar o'rtasida Hayratonga yaqin Tashgazar qishlog'ida jang ketayotganini ma'lum qildi. Aynan shu yerda Balx provinsiyasidagi Do'stlik ko'prigi joylashgan. Ba'zi bir manbalarning yozishicha, Balx provinsiyasi gubernatori mashhur o'zbek generali Abdulrashid Do'stum yaralangan. Afg'onistondagi vaziyat nafaqat Tojikiston uchun, balki O'zbekiston uchun ham xavfli tus olmoqda. Biroq Afg'oniston armiyasi Paktiya viloyatida Sivari okrugini toliblardan ozod qildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Tashqi ishlar vazirligi Afg'onistonda keskinlik kuchayib borayotganidan O'zbekiston xavotirda ekanligi haqida rasmiy bayonot bergandi. Rasman O'zbekistonda Twitter, TikTok va VKontakte'dan foydalanish cheklandi. Qonun talablariga zid ravishda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berayotgan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish cheklandi. Bu haqda O'zkom nazorat ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunning 27-moddasi talablariga zid ravishda O'zbekiston fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berilayotgani uchun ayrim ijtimoiy tarmoqlar 2021-yil 2-iyuldan shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritildi va internet tarmog'ida mazkur resursdan O'zbekiston hududida foydalanish o'rnatilgan tartibda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilgunga qadar cheklandi. Aziz Rametov shifoxonaga tushib qoldi. Aktyor Aziz Rametov koronavirusga chalinib kasalxonaga tushib qoldi. Aziz Rametov o'zining Instagram sahifasida noxush xabarni e'lon qildi. Ya'ni aktyor koronavirus aniqlanganini yozib qoldirdi. Assalomu alaykum azizlar. Karantin qoidalariga rioya qiling. Iltimos, maskasiz ko'chaga qadam bosmang, dedi Aziz Rametov. Hozirgi kunda O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni ko'paymoqda. Bunga javoban 28-iyundan karantin choralari kuchaytirildi. AQSh O'zbekistondan bir necha ming afg'onistonlikni qabul qilishni so'ramoqda. Ommaviy axborot vositalari AQSh, Tojikiston, Qozog'iston va O'zbekistondan amerikaliklarga yordam bergan 9 ming afg'onistonlikka vaqtincha boshpana berishni so'ramoqda. Bu haqda Bloomberg o'z manbalariga asoslanib yozmoqda. Ma'lum qilinishicha, ushbu bitim Afg'oniston masalasida Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan kelgusi hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha kengroq kelishuvning bir qismi bo'ladi. O'zbekiston va Tojikiston tashqi ishlar vazirligi shu hafta Vashingtonda bo'lib turibdi. Tomonlar AQShga ushbu ikki mamlakat hududidan razvedka hamda kuzatuv olib borishga imkon beradigan bitimni muhokama qilmoqda, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, AQSh va xorijiy davlatlar qo'shinlari Afg'onistonni tark etayotgan payt qariyb 26 mingdan ortiq afg'onistonlik o'z vatanida xavf ostida qolmoqda. Ular o'z vaqtida AQShning Afg'onistondagi operatsiyalariga ko'maklashgan. Shu sabab tobora faollashib borayotgan Tolibonning ularga hujum qilish xavfi mavjud. Xalqaro koalitsiya qo'shinlariga asosan tarjimon sifatida yordam bergan 10 minglab afg'onistonliklarning taqdiri alohida tashvishga solmoqda, deya qayd etgan The Wall Street Journal. Toliblar ularni xoin deb bilishadi va allaqachon nafaqat tarjimonlarning o'zlarini, balki yaqin qarindoshlarini ham namoyishkorona qatl qilishgan, deyiladi Al Jazeera telekanali xabarida. AQSh harbiy dengiz flotining admirali James Stavridis Bloomberg Opinion uchun yozgan maqolasida har qanday usul bilan, hatto buning uchun ularni ommaviy ravishda evakuatsiya qilishga to'g'ri kelsa ham, AQSh ittifoqchilarini Tolibondan himoya qilishni taklif qilgan. Aks holda ularni Vyetnamda qoldirgan Amerika ittifoqchilarining qiynoqlarga solingan taqdir kutmoqda. Izoh beradigan birorta mard bormi? Rasul Kusherbayev.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherboyev O'zbekistonda kundan kunga narxi ko'tarilayotgan benzin masalasida mas'ullardan izoh so'radi. Jamoatchilik nazoratining subyekti, qolaversa xalq vakili sifatida shaxsan bizga bu ishlarga qay darajada huquqiy baho berilganligi qiziq. Yo bu ham imi-jimida yopib yuborildimi? Mart mas'ullarimizdan izoh kutamiz, deya yozadi Rasul Kusherboyev. Deputat benzin narxi ko'tarilishda davom etayotgani, bu esa xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarida narx oshishiga ta'sir qilishni xavotirda ekanligini e'lon qildi. Masalan, AI91 benzini ayoqishlarda 1 litr uchun 7200 so'mdan sotilishni boshlabdi. Mahalliy monopol zavodimiz O'zAvto Motorsdan chiqayotgan avtomobillarning aksariyati esa aynan ushbu marka benziniga moslangan. Kamiga yaqinda O'zbek Neft-Gaz aksiyadorlik jamiyati Jizzax, Buxoro va Andijon viloyatlarida jami 185 milliard miqdordagi neft mahsulotlari talon-taroj qilingani haqida xabar bergandi. Jumladan Jizzax neft bazasida o'rtacha qiymati 146 milliard so'm, Buxoro neft bazasida o'rtacha qiymati 20 milliard so'm, Andijon neft bazasida o'rtacha qiymati 19 milliard so'mlik neft mahsulotlari talon-taroj qilingan. Mazkur holat yuzasidan huquq-tartibot idoralari tegishli tartibda ish olib borishadi deyilgan edi. Lekin shu kunga qadar, masalan, eng ko'p 146 milliard so'mlik talon-tarojlikka yo'l qo'ygan Jizzax neft bazasidagi holat bo'yicha na prokuratura va na boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar chora ko'rganini eshitmadik. Jamoatchilik nazoratining subyekti, qolaversa xalq vakili sifatida shaxsan bizga bu ishlarga qay darajada huquqiy baho berilganligi qiziq. Yoki bu ham imi-jimida yopib yuborildimi? Mart mas'ullarimizdan izoh kutamiz, deya munosabat so'ragan Kusherboyev. Buxoroda enaga 3 yoshli qizni qizdirilgan buyumlar bilan qiynab o'ldirdi. Buxoro viloyatida 3 yoshli go'dakni temir jismlarni qizdirib tanasiga bosib azoblab, uning o'limiga sabab bo'lgan enaga 6 yilga qamaldi. Aniqlanishicha, enaga go'dakni oshxona pichog'ining dastak qismi bilan o'rib, do'pposlab, elektr dazmolini qizitib, oshxona kapgurini oluvda qizitib, gugurt donalarini yoqib, shuningdek chekayotgan sigaretalarni qizcha badanining turli sohalariga bosib, jismoniy azoblab kelgan. Qolaversa, go'dak tanasining turli sohalariga qo'li bilan urib kelgan. Ushbu qiynoqlar oqibatida qizcha vafot etgan. Enaga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismining A va bandlari, shuningdek 104-moddaning 3-qismi D bandi bilan aybli deb topilib, 6 yil 4 oyga qamaldi.